Ko'pchilik direktorskiy stollarni xarid qilayotganda faqat ko'rinishiga qarab xarid qilishadi. Men bugungi video orqali sizga mana shu direktorskiy stol misolida ko'rinishidan tashqari yana nimalarga e'tibor qilish kerakligini ko'rsatib beraman. Birinchi o'rinda siz bu stolni ustidagi materialni qanaqa materialdan qilinganligiga e'tibor bersangiz zo'r bo'ladi. Sababi DSP bo'lishi mumkin yoki MDF yoki boshqa materiallar bo'lishi mumkin. Aynan hozir siz ko'rib turgan bu direktorskiy stol neoklassikada sifatli MDF dan qilingan. Va undan tashqari bu stolimizni ko'rib turganingizdek yoni bunaqa qayilgan forma berilgan, juda bir yumaloq qilib qilingan. Nimaga deydigan bo'lsangiz, odamlarga maksimalli ergonomikasi, ya'ni qulayligi qulay bo'lishi uchun harakatlanganda oyog'iga yoki bu joyiga tegsa ham qanaqadir shikast yetkazmaydi. Undan keyingi qulayliklariga keladigan bo'lsak, bu mana agar bilsanglar, bunaqa kompyuterlar turadi, kompyuterlarning yonlarida simlari chiqib yotadi. Shunaqa bo'lmasligi uchun zo'r yechim qilishgan. Bu mana besprovодной zaryadka, mana bu yoqda bundoq ochadigan bo'lsangiz, qopqog'ini Type-C USB port va bunaqa rezetkalar. Shuna bitta notebook qo'yib qo'yasiz. Agar zaryadkasi tugab qolsa, shu rezetka orqali quvvatlantirasiz. Endi ichki qulayligiga kelamiz. Alohida bir bord qilingan. Ko'rib turganingizdek, ichida o'zini seyfli tortmasi va qo'shimcha tortmasi, bitta bunaqa shkafi mavjud. Seyfni nimaga qilishgan deydigan bo'lsangiz, endi sizni o'zingizni maxfiy hujjatlar, kerakli hujjatlaringiz bo'lsa, bemalol bu yoqqa saqlab qo'yishingiz mumkin. E'tibor qiling, bu yoqda PVC plyonkasi qilingan, bu yoqda krashinli MDF. Ko'rinish tomonlama ham, sifat tomonlama ham neoklassikada faqat eng zo'r direktorskiy stollar mavjud bo'ladi. Hammanglarni neoklassika showroomda kutib qolamiz o'rtoqlar. Charchamanglar.